Assalomu alaykum qadrdonlar. Mana hozirgi paytda kichik korxonalardan tortib katta zavod fabrikalarda elektromagnit yo'lgichlarsiz tasavvur qilish qiyin. Elektromagnit yo'lgichlarning asosiy vazifalaridan yotish tizimlarini o'chirib yoqish, elektr dvigatellarni yurgizish va turli sohalarda qo'llash mumkin. Mana biz hozir ishxonamizda bularda turdagisini ko'rib chiqishimiz mumkin. Bulardan biri Schneider Electric brendiga tegishli top kuchi 25 amperlik, ichki kuchlanishi 24 voltlik elektromagnit yo'lgich. Nasib bo'lsa sizlar bilan shuni hozir ochib, ichki tuzilishini bir ko'ramiz. Elektromagnit yo'lgich bu turdagisi deyarli atrofi plastmassa bilan qoplangan ekan. Bu elektromagnit yo'lgichda bu turdagi elektromagnit yo'lgichlarga nisbatan o'rtasida bo'ladigan bolt yoki samolyotga o'xshash narsa yo'q ekan. Bu yerda magnit maydon hosil qiluvchi cho'lg'omni o'rtasidagi temir o'zagi ushlab turish uchun plastmassa ikkita qo'l bor ekan. Mana shu joyda. Mana shu yerdan bo'shatganda mana shu ko'rinishdagi buni ikkita chekkasida magnit joylashtirilgan ekan. Ikkita chekkasida o'chib yoqish davrini menimcha uzoqroq, ya'ni siklda uzaytirsa kerak. Buni to'liq hali ma'lumotga ega bo'lmadik biz. Davom etamiz. Hozir ustki qismidagi qopqoqni ochamiz. Bu yerda cho'lg'amlarga ketgan kontaktlardan tashqari bir dona ochiq va bir dona yopiq, o'zida ustki tarafida kontaktlar bor. Doimiy ochiq, doimiy yopiq. Bu bo'lsa kuch kontaktlari, yuklama oladigan doimiy. Cho'lg'amga ketgan kontaktlar to'g'ridan to'g'ri shunaqangi ignaga o'xshagan ko'rinishda mana shu joyga keladigan. Ustki qopqog'ini ochamiz. Bu yerda qo'zg'almas kontaktlar bor. Mana shu joyda ham.
Bu yerda qo'zg'almas kontaktlar, qo'zg'aluvchan kontakt. Asosiy yuklamalaydigan kontaktlar ochiq kontaktlarga nisbatan o'z-o'zidan katta. Bu kontaktor uzoq vaqtdan beri ishlab ancha kontaktlar yemirilgan. Bu yangi emas. O'zimizga ham to'g'risi ancha yangilik bo'ldi. Anchadan beri bunaqangi kontaktorni ochib video qilmagan edik. Yana kamchiliklar bo'lsa, nasib bo'lsa to'ldirib qo'yamiz. Salomat bo'linglar.